Assalom, yangi O'zbekiston. Mana bugun hozir ertalab yana bitta lifehack ko'rsatmoqchiman. Mana bu turbani oldim, 32 lik turba. Shuni bu yoqqa belgi qo'ydim mana. Shu yoqqacha qaqamiz hozir. Lumka qilamiz mana. Chuqurcha qilib chiqamiz mana. Shaxmat qildim mana. Shaxmat. Mana bu ikki joyga baqlajon ekamiz, baqlajon. Nihol o'tkazamiz hozir mana. Ko'rdingizmi mana? Shaxmat qilib teshib chiqdim mana. Teshib chiqdim. Mana endi bu yoqda qalampir ekamiz. Bolg'ar qalampiri mana. Qolgan 3 joyasiga mana. Hozir men lumka qilib ko'rsataman. Mana belgi bu yoqda, mana bu yoqda suvning kelgan joyi, suvning tobi mana, chiziq mana. Ana shu yoqdan qaqamiz mana. Bismillah, birinchisi mana. 1, 2, 3. Mana o'zi belgiga keldi, to'xtadim. Mana. Olib tashlaymiz. Mana. Mana shablonni qo'yaman. Mana aralig'i bir xil bo'lishi uchun mana shablonni qo'yaman. Mana belgi bu yoqda turibdi. Mana belgiga borgancha qaqaman bu turbani mana. Mana. Mana shunday qilib lumkalar qilinadi. Endi hozir baqlajonni bunday qilib ekamiz. Mana teshilgan teshiklarga mana lumkalarga biogumuz solindi, biogumuz mana. Solindi mana 4 qoshiq biogumuz. Endi biogumuz endi ustidan suv quyib chiqamiz mana. Suv quyamiz mana. Lumkalarga. Suv quyiladi. Endi baqlajonni o'tkazamiz mana. Niholda. Bismillah. O'tkazdik. Endi qilib o'tkazib bo'lgandan keyin suv qo'yamiz bu yoqqa. Mana shu tariqa bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab qo'yasiz. Hammangiz rahmat.